Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli tadbirkorlar. Bugun 25-oktyabr navbatdagi mijozimizning buyurtmasi tayyor bo'ldi. Bu do'konimiz Jizzax viloyat Yangiobod tumaniga tayyorlandi. 7 metrga 3 metr, narxi 37 million so'mga dastavka ustanovka ichiga qilib berdik. Yo'llari splashnoy tunika, har doimgidek baquvvat, profil 8 ga 8 baquvvati, oldilari antrazet 3D tunikalar. Akfa alyumin profil, mana akfani chetida 6 ga 4 profil baquvvat qilish uchun, baquvvat ishlash uchun qilingan. Ishida 4 tadan oshiq jo'ra olmay. Pol MDF polimiz, devorlar ham MDF. 6 millimetrli tepada ikkita havo almashishiga, tortishga va orqada 7 metrli pirlavka. Oldida tusin. Xullas qarobda qo'yganda tushib ketmasligi uchun, mana o'zini sifatida. Xullas kimga shunaqa do'konlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Respublika bo'yicha dastavka ustanovka qilamiz. Rahmat.